Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 6 yildan beri surunkali buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan kurashib kelayotgan Lola opa yonlaridamiz. Saxiy va saxovatpesha aziz yurtdoshlar, obunachilarim, Lola opa yordamga va zudlik bilan operatsiyaga muhtoj va bu operatsiyaga $15,000 kerak. Kimni qancha imkoni bo'lsa, 5 mingdan bo'lsa ham, 10 mingdan bo'lsa ham ehson qilinglar. Karta raqamlarini pastga qoldiraman va bu videoni maksimalni tarqating. Zero ehsonning mukofoti ehsondir. Hozir so'zni Lola opani o'zlariga beraman. Assalomu alaykum, mehribon xalqimiz. Mana men bu qiz aytganlaridek 6 yildan beri gemodializ olib davolanib kelaman. Haftasiga 3 marta olaman. Allohim meni bu darddan sinadi. Sizlardan so'rayman. Menga yordam berishlaringni. Azizlar, donorim bor, faqat operatsiyaga mablag'im yo'q. Sizlardan iltimos yordam berishlaringni so'rab qolaman. Ulug'ayam kunlaridan yordamingizni ayamanglar.